Jinjinguda ailede man usul bo'yicha qo'rsak alomat o'xshaydigan bir xil qo'rim bo'lib chiqadi. Buni mayli mifam bilan yayli yoki ximir tomoqlari bilan yayli alomat o'xshaydi. Qilish usulma nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chiqib o'rganalaysiz, samsugunish boshlaylik ketdik. Avval 2 yuan setib olgan jinjinguni bo'lsa, qilliqini normal qilib tizilib, qo'shimcha materiallardan ko'k qizillarza, jusa, so'mpiyaz go'shtlarni bo'lsa, suratdagidek mana mushalasi to'g'ri olamiz. Arqadan qozonga suv quyib, qaynagandan keyin baya tayyor qilib olgan jinjinguni silib, ustiga bir qo'shqa atrofida tuz silib, bir qaynatib tuz olamiz. Bunda qilganda jinjinguning orasidagi mikroblar butunlay yo'qaydi. Sizlar palet qilib berayotgan tosh materialdan ishlangan chaplashmas qazimizga az miqdorda may qo'yib, go'shtni silib, birdan qo'rib olgandan keyin az miqdorda kavachini silib, yana davomli uzoqroq qo'rib go'shtni bir qadar sarg'aytib olib, ondan so'ng piyaz, zanjibil, samsoqlarni silib, yana davomli o'tni yuqori qilib aralashtirib qo'raymiz. Buning bir xil mizlikida chiqqandan keyin jinjinguni silib, buni 7-8 ni aralashtirib qo'rib, nava ta'mini sirtlarnigidek o'zgacha yaxshi chiqarman degan urug' tuqqanlar cho'ng ustamning alayda qo'rim test bo'lsin bir qo'shqa silasak bo'ladi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb oilasi chuqur bir sinab baqsanglar, ta'mi alayda o'zgacha chiqadi do'stlar. Ko'k qizillarza va jusaylarni silib, o'tni yuqori qilib, buni 7-8 ni to'xtamay aralashtirib qo'rib, jusay bir qadar yumshagandan keyin ustiga nayt az miqdorda suv qo'yamiz. Qaynagandan keyin tuz ta'mini tashiyibla taqsiga qilib iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli oddiy, lekin buni mifam bilan yayli yoki ximir tomoqlari bilan yesakmi, alomat o'xshaydi urug' tuqqanlar. Oxirida haqsiz yurakdan birini besib qo'llash bilan birga Pingli rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.